2,5 oylikda boshini bunaqa osilgan holati bo'lishi kerak emas. Bu odatda bola qiynalib tug'ilganligi yoki kindiga o'ralganligi hisobiga ham bo'lishi mumkin. Bo'yni kaltaroq. Ko'p tiqilmaydimi oyisi? Emganda tiqilib qolishi bormi? Tiqilib qolishi bo'ladi bunaqa bolalarda. Aroq avtomatizm refleksi yaxshi chaqirilyapti. Bo'yni mana ko'proq qiyshiq bo'ladi. Bularda ko'pincha krivosheya ham rivojlanadi. Bir tomonga ko'proq qarashi bo'lishi mumkin. 2,5 oyda уже bemalol boshini ko'tarish kerak, lekin bunda ko'tarishda qiyinchilik bo'ladi. Bo'yni hisobiga bu ham. Emelash refleksi. Davay. Emelash refleksi bor.